Bola. Assalomu alaykum sementalchi bola kanali obunachilari, chorva ishqibozlari. Mana xudo xolasa bir kuni qo'ygan rossiyskiy molimiz tug'di. Ana bolasini yalayapti. Hozir bir 10 minutcha bo'ldi tuqqaniga. Bolasiga sutlarni berdik mana bu idishda. Ana yelin soldi, xudoga shukr, zo'r. Bolasi sog'ib. Mana molimiz o'ta go'zal, o'ta chiroyli, katta bola berdi. Gibrid. Sementalga chachishgan gibrid berdi. Yelol bolayni. Mana bolasi xonajan. Xudo xolasa bundan semental ham sut yo'nalishdagi semental edi. Oladan, ali sariq ola sifatdan. Onasi ham sut yo'nalishda mana. Endi mana bolasi xudo xolasa katta bo'lsa 30 tali bo'ladi. Sut berishi 30 tali bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sementalchi bola kanalini kuzatib turinglar. Bolasi ham katta. Kichkina bas. Uzun bola. Toza gibrid. Jonivar mana bolasi xudoolasa oyoqqa turay deb qoldi. Mana fen bilan quritdik bu bolasini. Yaladirasa fen bilan ham quritdik. Endi sog'lik hisobiga fen bilan jinday quritib yubordik ozgina. Quritmasangiz bo'lmaydi fen bilan. 4 tana sutgan sana. Sutim kelib qolibdi jancha. Bolasiga 2,5 litrdan oshiq sut berdik hozirgacha. Sementalchi bola kanalini kuzatinglar, like bosinglar, podpiskani обязательно bosinglar.